Sharq Turkistonda Ramazon oyi kirishi bilan nurg'un Uyg'ur tutqun qilindi. Erkin Osiyo radiosining xabar qilishicha, o'tgan bir haftada Sharq Turkistonning Xotan viloyatida oz deganda 137 kishi tutqun qilingan. Ularning tutilish sababining qarshilik ko'rsatishga mayli kishilar bo'lganligi, ulardan ro'za tutganligi aniqlangan. 30 kishining turmaga, qolganlarning bo'lsa lagerlarga qamalganligi ma'lum. Germaniyaning Duisburg shahriga joylashgan Sharq Turkiston uchur markazida Sharq Turkiston fidoyilari bir yerga jam bo'ldi. Uchur markazi bir tarafdan 200 dak yosh bilan xayr-saxovat faoliyatlari olib bordi. Yana bir tarafdan Sharq Turkiston temasida leksiya uyushtirdi. Yig'inda Gollandiyadan kelgan jurnalist Ahmadjon Obul bilan Sharq Turkiston uchur markazining raisi Abdujalil Qarqash Sharq Turkiston masalasini va navbatdagi vaziyatni tushuntirib o'tdi. Abluka ostidagi G'azzani kontrol ostiga olgan Hamas Isroiliya bilan 6 oylik urush to'xtatish kelishimining yolg'onligini jakka oldi. Hamasning bayonotchisi Fawzi Barhum Twitter hisobida yozgan bayonotida Isroiliya gazetlarida yozilgan Hamas bilan 6 oylik urush to'xtatish kelishimiga aloqador xabarlarni to'g'ri emas dedi. Bahrum bayonotida yana agar Isroiliya bizning butun talablarimizni ma'qul ko'rsa, ondan urush to'xtatilmas dedi. Isroiliya 12-qonuni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va Misr hukumatining yarashtirishi natijasida Hamas bilan Isroiliya 6 oy urush to'xtatadiganligini xabar qilgan. Isroiliya 4 va 5 mayda G'azza sohilida epag'an bostirishda 2 homildor ayol va 2 narsidini o'z ichiga olgan 25 kishining o'lishiga va 150 kishining yordar bo'lishiga sabab bo'lgan. İran atom energiyasi organi kuchaytirilgan uran ishlab chiqarishni 4 hassa oshiradiganligini bildirdi. İran doiralari 8 may Amerikaning Ironga yurgizgan embargolarga qarshi yadro kelishimidagi bir qism belgilamalariga amal qilmaydiganligini bildirib, suyuqlantirilgan uranni chet elga avatmasdan o'z davlatida saqlaydiganligini aytgan edi. Pokistonning poytaxti Dushanbening sharqidagi Vaqtat rayonida qattiq amonlik tadbirlari bilan boshqarilayotgan turmada qonliq voqea chiqib, 3 nafar amonlik saqlag'uvchi va 24 nafar Daesh a'zosini o'z ichiga olgan, oz deganda 32 kishi qazo qildi. Ministerlikdan e'lon qilingan bayonotda yakshanba kech chiqqan isyon jarayonida 3 amonlik saqlag'uvchi va 5 mahbusning boshqa mahbuslar tomonidan tutib o'ldirilganligi, boshqa mahbuslarning qurolli qismlarning daxlisida o'lganligi bildirildi. Xitoy Amerika dengiz armiyasiga tava bir qo'g'lug'uchi paraxtning Janubiy Xitoy dengizida o'zi egilik huquq talab qilayotgan rayonga kirganligini tanqid qilib, Washington doiralarini bu xil ig'vogarchilik harakatlariga xotima berishga chaqirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Lu Kang Beijingda o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Amerika dengiz armiyasiga tava bir qo'g'lug'uchi paraxtning Xonyan oralig'i 12 mil yaqinlashganligi haqida to'xtalib, Amerika doiralarini ikki taraf munosabatiga hamda rayondagi tinchlik va muqimlikka ziyon yetkazishdan saqlanish uchun bu xil ig'vogarchilik harakatlariga tez vaqtda xotim berishga chaqiramiz dedi.